İnşallah dua qilaring. Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Alloh taolaga maqtovlar bo'lsin. Hurmatli akalar, shu xonadonga mana murojaat qilganlik uchun shu opamizni hozir uylariga ziyorat kelib, holatlarini o'rganib, shunday holatda bir achinarli holatda bir sizlarga bir murojaatnoma qilyapman. Mana bu Muhammad degan ukamiz, birodarimiz, qarang, hozir ham shunday bir qiynalgan holatda shunday yashab kelar ekan. Nima uchun? İmkoniyati yo'q. Lichenasiga, hatto dori darmonlarga puli yo'qligi uchun opamiz bir banisalarga olib borib lichena qila olmaydi ekan. Alloh kechirsin barchamizni. Barchamizni o'zimizga yarasha shirin-shirin farzandlarimiz bor. Bir farzandimizni bir joyi og'risa, kechqurunlar bilan uxlay olmay chiqamiz. Opamizni oz gaplaridan tunlari uyqularim yo'q deydi. Shu bola shu darajada yig'lab chiqar ekan. Keling hurmatli akalar, har bir insonning imkoniyati bor. İmkoniyat bor inshaalloh. Kimdir videoni tarqatishda, hatto qo'lingizni ochib, shunday ukalarimizga, shunday bemorlarimizga duo qilishlik imkoniyatlarimiz bor. İmkoniyat bor aka-ukalarimiz mablag'dan bo'lsa, keling shu ukamizni, mana ko'rib turgan Muhammad ukamizni inshaalloh lichena qilaylik. Onasiga kelajakda kuch bo'lib, yo'llarida o'ynab kulib yursin. Bunga befarq bo'lmaysizlar degan umiddaman. Hozir necha yoshda ola bolasiz? Bolam 1 yashar, 3,5 oylik bo'ldi. Hozir shu nima qilish, operatsiya emas, nima qilish? Yo'q, hozir operatsiyaga biz shoshilmayapmiz, operatsiyani to'xtatganmiz. Oldin yaxshi bo'lib qolsin. O'tirib qolsin oldin. Hech yo'q deganda yurib qolsin. Deyman oldimizga. Yo'q, hozir hech nimam yo'q hozir. İmkoniyatim yo'q. Mana 3-4 kun bo'ldi. 1 oyga dori oldirdik. Oshcha dori bermay edi. Tanishlarimiz bor edi, o'shalarga oldirdik. 3-4 marta boradi. Aytam muzolik qilyaptimi, bilmayman endi. Bir marta ha deyshadi, 2 marta, keyin 3-chisida yo'q ekan deb qo'yishayotganga tushib qolishyapti bolam. Kecha zo'rg'a oldirdim. Hozir men nimaga borib, avtobekatdan olib keldim borib. Dorini shu 3 kun bo'ldi. 3 kundan beri uyqu yo'q, tinimsiz. Yigit tunim bilan yashab. Bomdodga azon aytsam, men Xudoga shukr deyman-da. Ey Allohimga shukr, shu bomdodga azon aytdi. Tong otdi deyman-da. Tong otdi deyman, qiyinchilik, uyqusizlik yo'q. Kunduz kuni uxlamaydi, kunduz ham. Ash dori bo'lmasa yo'qda, dori bo'lsa uxlab qoladi. Dori bo'lmasa hech ham yo'q. Hozir 3 kun kecha bugun mana temperaturadan tushib qoldi, jinday. Yig'lasa ham temperaturasi ko'tarilib ketadi. Nimaga chiqib ko'tarilyapti, unisini bilmayman, qayerdan bo'lyapti deb. Yaxshi davolatgan mablag'ingiz yo'qmi? Yo'q, o'sha mablag' tomonidan iltimos yordam beringlar.